Assalomu alaykum azizlar, qanavinglar yaxshimi? Masqan shahar romanimizni biz o'qishni boshlagan chog'da roman 3 cho'ng bo'lakdan tarkib topgan. Birinchi bo'lak Jahongir Supurgi beg'amlar shahri. Ikkinchi bo'lakda biz Yantoq oqsoqolning, ya'ni beg'amlar shahrining go'ro'ga ilingan oqsoqol Yantoq oqsoqolning 3 o'g'li botdi-ku, shu 3 o'g'li bu Jahongir Supurgininki og'aynis Tamtesharning yordamida qechib chiqdi, qutuldi va safarni cho'lga tashlab qo'ydi, xabaringlar bor. Va bu ikkisininki yashagan qismatlari, Akuka ikkalarining qismatlari 3 Akuka degan 2-bo'limda umumyuzlik yer oldi. Nima uchun buningga ayrim bir bob ajratgandi deb o'yladim men. Uzun menzillarni ko'zlagan insonlar, mayli ota-ona bo'lsin yoki olimlar bo'lsin yoki bir kishilar bo'lsin, cho'qim yaxshi farzand tarbiyalash, o'zininki orzularini davomlashtirib manganligidek yaxshi shogird tarbiyalash, ish qilib odam tarbiyalashga hammadan nima ish qilayotgan bo'lsa o'zining sohasida odam tarbiyalash uchun tirishish kerak. Hech bo'lmaganda tarbiyalash qo'ldan kelmasimi, o'rnak bo'lish kerak deb o'ylayman. 2 Akuka o'zining nafsi, shu o'zininki orzu, xohishlari va nafsi uchun nurg'un narsani qurbonlik qilyapti. Insonligini, qarindoshlikni, mehr-muhabbatni vosita tanlamadi. Ularningki bu ishlarini tafsili bilishimiz amaliyotda bizningki shu beg'amlar shahrining nima uchun shunday darajada xonavayron bo'lib ketganligini texmi tafsiliy tushuntirib berishga yordam bo'ldi-ki, shunga mustaq tafsiliy yozibdi deb o'yladim. Endi bugundan boshlab biz 3-bo'lakni, ya'ni cho'ng 3-bo'lakni o'qiymiz. 3-bo'lakning ismi Cho'l o'g'li. Bu cho'l o'g'lida biz cho'lga tashlab o'tgan o'qis safar bor-ku. Shu safarning beshidan kechirgan qismatlar bilan tanishib chiqamiz. 26-bob. 3 tup to'g'roq. Oradan xeyli yillar o'tib ketdi. Zodi qanchalik vaqt o'tganligini hech kim inchki hisoblabmi ko'rmadi. Vaqt o shundoq narsa. Hech kim hisoblab uning chekiga yetolmaydi. Hisoblamasang ko'zi ko'rmay o'tib ketaverdi. Lekin atrofdagi hamma narsa, har bir tupgiya, tog'u tosh, cho'ng-kichik hayotliklarning hammasida vaqtning qoldirib ketgan iznalarini ko'rgili bo'ladi. Cho'l yigiti endi burtlari xato atib, cho'ngli yigit bo'lib qolgan edi. Uning otasi azanchilab qo'ygan Safar degan ismi hech kimning esida qolmagan edi. Hamma uni cho'l yigit deb chaqirishadi. Bu uzun yillar ichida bahor qushlari cho'l osmonidan qancha rat uchib o'tdi. Cho'l yo'llarida qancha karvonlarning qo'ng'iroq ovozi yangrab, talay yo'lovchilar yiroqlarga uzab ketishdi. Qumliqlar ustidan sonsiz bo'ronlar uchib o'tib, qum barxanlari qancha qitimlab o'z o'rnini yo'tkashdi. Kimlardir yig'lab, kimlardir kulib, kimlardir tug'ilib, kimlardir olamdan o'tdi. Ko'k osmondan qancha yulduzlar yiqib tushdi. Lekin 4-buvayning choyxonasi oldidagi 3 tup to'g'roq ilgirgideklar atrofiga salqin soya tashlab, yana o'z o'rnida mazmun qad ko'tarib turadi. Bu yillarda atrofni qum besib, karvon yo'llari yiroq so'zilib ketgachga, choyxona ilgirgidan cho'llishib qolgan edi. Faqat shu atrofdagi jangallardan o'tin ochqadigan o'tinchilar, yo'ldan ozgan yo'lovchilar, qarchiqlarni bilaklariga qo'ndirib orlab paydo bo'lib qolgan ovchilar, qandaqdir bir divona, oshiq, kech qolgan jahonkezlar bu yerga tushib, uloqlarni dam oldirib qo'nib choy ichib o'tib ketishadi. 4-buvay Osman bir qancha yilning oldida mo'mini ashu qumliqlarning ichiga o'g'lining qabristoniga dafn qildi. Hozir uningga obdonlik xayrlik yetgan, ballari mukchaygan edi. Yiroq yaqinning ishini cho'l yigit bijiradi. Buvay tong saharda qo'pib, o'choq atrofida ovora bo'ladi. Chaynaklardagi tunugun ishib qolgan choylarni to'kib, shamlarni tozalaydi. Qaradab ketgan yo'g'on mis cho'ygini o'tib qo'yadi. U shaharning choychilaridek choyni hargizmi oldin damlab qo'ymaydi. Faqat yiroqdan yo'lovchilarning qarisi ko'rinib, uloqlarining beshini bu tarafga burg'andilar, chaynaklariga yangi choy selib, qaynoq suv bilan liqlab, o'tga yaqinlashtiradi. Uning sandiqlarida bo'lsa eng puroqliq choylar saqlanadi. Uning damlagan chayi ilgirgidekla lazzatli bo'lib, ichgan odamni tariltib,
yüzleriga qon yugurtib, hardiqini chiqaratdi. Cho'l yigit yetilib, obdalla bo'y tortgan bo'lib, uning yumran oppoq terilari cho'l optipida kuyib, mis rangiga kirgan edi. U har kun sahar turib, buloqdan suv akilib küplarni to'ldiratdi. Ondan og'amchi paltlarini eshakka otib, o'tin akilish uchun cho'lning ichiga qarab mang'atdi. Choyxonaning orqasida u to'shib kelgan o'tinlar dövlünüp turardi. Buvay bu o'tinlarni choy qaynatishga ishiltib, oshqinni o'tinchilarga arzon bahoda berib o'tadi. Ota bolaning tirikchilik ana shundoq davom qiladi. O'tinga mangan cho'l yigit yo'l bo'yi naqsha aytadi. Uning uchun atrofdagi hamma nima tonish va yaqinliq edi. Yoshlik uning qalbida yangi istak, yangi tuyg'u, yangi talpinishlarni o'stiradi. Odamsiz bu cho'lda tabiatning o'z vujudida yetildirayotgan bu o'zgarishlarning zodi nimadan derak berdiganligini u tex tushunib yetolmaydi. Cho'l yigit o'z yo'lida uchrashgan har bir tupgiya, jon-jonivorlar bilan g'oyibona paranglashib o'tadi. Cho'l uning onasi, vatani, ko'ngil xushi edi. Çölnün güzellikini faqat çöl farzandlari biladi. Yaratgan egam olamning hamma yeriga o'ziga xos ko'rkamlik baxsh etgan. Bu tonurdek kuyib turgan qumliqlardimi, yana qiziq qum taktiga qaysarlik bilan yiltiz taraqsan bo'lib turgan yop-yeshil to'g'raqliqlar uchrab turdi. Xo'rnini mursiga otib, yiroqlardan kelayotgan yo'lovchi to'g'raqliqda soydab Bir o'tirganda saniye. O'ltirg'inda qayerdandir salqin cho'l shamoli paydo bo'lib, uni yelpib o'tadi-da, yo'lovchi jannatning huzurini surdi. Bu yerda yana qip-qizil gullab turgan yo'lg'onlar, tikanlik yovi o'tlar, chechaklab turgan dala gullari, po'piklarini yenik ig'anglatib turgan qo'mishlar uchraydi. Cho'l o'tlarining umri bakmi qisqa. Ular ancha-muncha tamchib o'tib ketadigan cho'l yomg'irdan suv ichib baxlanib, qaqqas cho'lga bir mezgil bo'lsin yeshillik baxsh etadi-da, ondan aldirashlik bilan urug' tutib, o'z urug'larini yana qumlar orasiga chechitib, o'z hayotini oxirlashtirdi. Bu urug'larni cho'l shamollari ba'zida yiroqlarga akitadi. Ko'zi ko'rinmas urug'lar tushgan yerda xuddi oshiqning yuragidagi muhabbat o'tidek, qizning qalbidagi maxfiy sirdek, bixlanadigan yana bir fursatni sabrchanlik bilan kutib yotadi. Çöl odamlarining mijozimi suvsiz jaziralarda ko'klab turgan ashu tikanlik o'tlarning tabiatiga o'xshab ketadi. Rohatlik bog'lar, shaharning salqin saroylarida yillab oftob ko'rmagan lashdek oq chiroylarni bu yerda uchratqili bo'lmaydi. Çöl odamlarining chiroyi quyoshda chaqnab misdek baqirab turdi. Ularning kiyim-kechaklarining rangimi o'ngib, ashu qumlarning rangiga o'xshab qolgan. Quyoshning o'tdek qiziq tapda uzilmay chiqib turgan çöl shamollari johillik, qo'pollik, mardonalik, soddaliqdek xislatlarni ularning qon qiniga singdirib etgan. Shundoq, bu yerda tabiat hech bir hayotlikni papilamaydi. Hamma nima o'zining qaytmas, egilmas ro'yiga taynibli mavjud bo'lib tura oladi. Cho'l yigit ba'zida xiyoliga tushib o'ltirib qoladi. Uning esiga yov mevalar bilan changallashib ketgan bir tashlandiq bog', karvatga yotgan buvay, uni ko'tirib mangan akalari kelgandek bo'ladi-yu, yana bu aslima tushdek xiralashib ketadi. O'g'lim, endi sana muloyim bir qiz lozim edi, deydi Osmon buvay, qo'ramiga yetib qolgan cho'l yigitga zo'qilib qarab. Men seningdan kichik vaqtimdan boshlab o'tinchilik qilgan, shunga meni bilganlar hozirgacha o'tinchi Osmon deyishidi. Keyin yaxshi niyatli bir kishi o'z qizini menga nikohlab qo'ydi va mushu buloqning yeniga 3 tup to'g'raqning ostiga bir choyxona ichishni maslahat berdi. Shunda qilib bu yerga choyxona ochdim. Ayolim japoyimni 50 yildan o'shiq tortdi. Oxirida o'z qo'limda jon uzdi. O'g'lim bilan mo'miyimni mushu atrofdagi to'g'raqliqqa ko'mdim. Shunglashqa mushu cho'llikdan, ko'ni choyxonadan neri ketgim kelmaydi. Allohning rahmati cheksiz. Qara. Oxirida Xudoyim ikkimizni bir-birimizga hamroh qildi. Allah acizlar uchun pasibon, kech qolganlar uchun pana. Har namozimda Allohga shukr etaman. Sening baxting uchun duo qilaman. Biroq bu atrofda biz ishga qilib kirgidek qizliq uylar yo'q. Boshqa yurtning qizlari bu cho'lning jafosiga chidamaydi. Xudo bir yerdan baxtingni ayta bolam. Buvayning mundaq so'zlarini cho'l yigit qizargan holda shirin bir tuyg'uga cho'mib anglaydi. Cho'l yigitni hammadan choyxonada qo'nib qoladigan yo'lovchilarning gap so'zlari nihoyat qiziqtiradi. Yiroqdan kelgan yoki yiroqlarga safar qilib ketayotgan bu ajoyib kishilarning so'zlarini anglagan sari dunyo uningga to'limi sirliq va cheksiz bilinadi. Bu yerda qo'ngan o'tinchilar jon boqmoqning kundan kunga ta'sirlashib ketayotganligi, shaharda o'tinning bahosi tushib, savdogarlarning mollarining qimmatlab ketayotganligi ustida dad to'kishyapti. Ba'zida bu yerda sapoyi xo'rjinlarini ko'targan divonalar, oshiqlar, dop va xanjarlarni tog'orga silib yudib olgan baxshi rambollar kelib tunab qoladi.
Ular qayerdindir bir yerdə 2 başlıq bir ejderhanın payda bo'lib qolganligi va butun shaharning odamlarini tirikli yutib ketganligini, kimdir birining jangoldagi yo'g'on bir qora toshni o'z o'rnidan yutkab qo'yish bilan qora bo'ron paydo bo'lib, shu atrofdagi xalqning uy makon, tagan ziroatlarini osmonga uchirtib ketganligini va hokazolar to'g'risida so'zlashyapti. Çöl yollarida pat-pat paydo bo'lib qoladigan tavakkülchilar, jahongezlarning gaplari to'limi qiziqarli edi. Ular shu poyonsiz qumliqlarning qayerdadir bir yerida qum dövlari ostida ko'milib qolgan qadimiy shaharlar, tugamas boyliq bilan to'lgan xazinalar haqida qizishib so'zlashyapti. Ularning ba'zilari ana shunday sirli xazinalarni izlab cho'lga ichkirlab kirib ketguncha qaytib chiqolmaydi-da, daraksiz g'oyib bo'lishadi. Yana bu koni choyxonada ba'zi ko'zlari o'tdek yinib turadigan un chiqmas kishilar qo'nib o'tadi. Ko'pincha ular qorong'i tushganda paydo bo'lishadi-da, ertasi tong yormasdala otlarini egarlab uzab ketishadi. Choyxona oldidagi 3 tup to'g'roq o'tgan kechganlar uchun belgi edi. Choyxonada yana yangi mehmonlar kelib choy ichishadi va yangi voqealar haqida hikoya boshlanadi. Bundaq hikoyalar aslida rost bo'lib o'tgan voqealardan boshlangan bo'lsa-mu, eg'izdan eg'izga ko'chish bilan uningga so'zlikchilarning mubolag'alashgan xiyollari oralashib, oxirida noyitim qiziqarli afsonalarga aylanib ketadi. Bugungi bobni shada oxirlashdi. Davomini o'qiymiz. Allohga omonat.